Xitoy hukumatı Şinjangda islom dinini xitoychilashtirish siyosatini jiddiy ijro qilayotgan bir paytda Xitoyning ba'zi tadqiqotchilari va Xitoy islom dini jamiyatining aloqador mas'ullari Şinjangda islomni xitoychilashtirishda uni Xitoyning qadimki an'anaviy aqidasi bo'lgan Rujiya tariqati bilan birlashtirishni o'ttirg'a qo'ygan. Xitoy taratqullarining 30-iyul xabar qilishicha, Xitoyning diniy sohasidagi mas'ul zotlar va din tadqiqoti bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilardan 20 ta kishi Urumchiga yig'ilib, Şinjangda islomni xitoychilashtirishni amalga oshirishda qandoq chingtirish masalasini muzokara qilgan. Bu yig'in Xitoyning yaqinqi bir qancha haftadan beri atalmış Şinjangning hikoyasini tashqi dunyoga texnik kuchlik so'zlashda yangi harakat boshlab, arab davlatlariga qarata tashviqot faoliyatlarini kuchaytgan. Pakistan, Bengal qatorliq musulmon davlatlarining diniy o'limalari bilan muxbirlar o'maklarini Uyg'ur rayoniga ziyoratga o'rlashtirgan bir mezgilda o'tkazilgan. Xitoy xabarlari to'rining bildirishicha, Şinjangda islomni xitoychilashtirishda qandoq chingtirish boshlama qilingan bu yig'inda Xitoyning diniy sohadagi mas'ul zotlari va atalmış tadqiqotchilari Şinjangda islomni xitoychilashtirish yo'nalishi, Şinjangni madaniyat orqali oziqlantirish, Xitoycha alohidlikka ega islom diniy tabliğ sistemasi va Qur'on sharifini barpo qilish, islom dini bilan ko'ngilsizlik tariqatini bog'lash qatorliq temalarda muhokama olib borgan va fikr almashtirgan. Bu Xitoy hukumatining Şinjangda islom dinini xitoychilashtirish siyosatini qattiq ijro qilishga boshlab, diniy e'tiqod jihatda musulmon dunyosining bir parchasi bo'lgan Uyg'urlarni ko'ngilsizlik aqidasi asosidagi Xitoy an'anaviy aqida sistemasiga so'rab kirishga urinishdan beri Xitoy din tadqiqotchilarining Urumchida maxsus yig'in ochib, islom dini bilan ko'ngilsizlik aqidasini bog'lashni tunji qitim ochiq oshkora o'ttirg'a qo'yishidir. 2021-yili Xitoy Ma'rif ministrligi Nanjang San'at universiteti Saudiya Arabiston tadqiqot markazining professori Ji Fangdong Xitoyda islom dinini xitoychilashtirish uchun islom dini bilan Rujiya tariqatini organik birlashtirish, Şinjangdagi Uyg'urlarga davlat tili ma'rifini kuchaytirib, ularning Xitoyning an'anaviy madaniyati va aqidalarini tushunishga yetaklashni o'tirg'a qo'ygan. Xitoy xabarlari to'rining bildirishicha, bu yig'inda Xitoy islom jamiyatining raisi Yang Faming diniy sohadagi ixtisos egalarini yetishtirishning islomni xitoychilashtirishdagi ochqishliq omil ekanligi, İslamның Xitoydagi 1000 yillik tarixidagi eng muhim ochqishliq omil uning Xitoy madaniyatining munbat tuprog'iga cho'nqur yildiz tortganligi, avlodma-avlod islom dini sohasidagi ixtisos egalarini yetaklaganligi va olg'a surganligi bo'lganligini aytgan. Şinjang İjtimoiy Fanlar Akademiyasi Din tadqiqot institutining mudiri Yu Shangping Şinjangda islom dinini xitoychilashtirish qurilishi burch tuyg'usi bilan elib beriladigan ta'xirsiz vazifa ekanligini ta'kidlagan. Uning qarashicha, Şinjangda islomni xitoychilashtirish diniy aqidalarni xitoychilashtirishning ul qurilishi va yadroliq turi ekan. Bu yig'inda Şinjang islom dini jamiyatining raisi Abduraqib Temirniyaz, Xitoy mamlakatlik islom dini jamiyatining muavin raisi Muhtaram Sherif qatorliqlar so'z qilib, tabliğ xizmati islom dinini xitoychilashtirish qurilishining ochqichi degan.